Xayrli kech, go'zal opa-singillarim. Mana bayram avjida, hamma kayfiyati a'lo. Go'zallarim, Sankt-Peterburg shahrida yurist advokat Irodaxon Ismoilovna любой savolingizga javob beradi. Reyestr, deportatsiya, hamma savollarga javob berib yechadi. Opajon, hojiona qalay bo'lyapti bayramlar? Hammasi yaxshimi? O'rtoqjon, hammasi yaxshimi? Juda ham yaxshi. Yangi yilda nima deysiz? Yangi yilda hammaga muvaffaqiyat tilayman. Dokumentlaringiz reyestrga tushmanglar, deportatsiyaga tushmanglar, iloyim hali ishlaringiz. Agar Xudoyim o'zi asrasin, boboda bir gap bo'lsa murojaat qilinglar, yordam beramiz, konsultatsiya bepul. Qizlarjonlar 20 yildan beri o'z ish faoliyatini Sankt-Peterburgda olib boradi. Yurist advokat xonimimiz Irodaxon Ismoilovna. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Xohlasanglar lichkamga yozinglar. Peter shahrida dokumentatsiya, reyestr, registratsiya, ясно, вот это черный nimaga tushib qolayotganlarni barisini yechadi.